millat fidoyilari. Katta serjant Otajonov Elomon Xolmurodovich 1978-yil 17-sentyabrda Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanida dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1997-yil Qurolli Kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o'tagan. 1999-2000-yillar serjantlar tayyorlash maktabida o'qigan. Katta serjant Elomon Otajonov 2000-yil Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida bo'lgan jangovar harakatlarda minomyotchilar batareyasi guruhi komandiri vazifasida terrorchilarga qarshi janglarda ishtirok etgan. Razvedka qidiruv harakatlari olib borilayotgan vaqtda dushman pistirmasidan otilgan o'q uni yaralagan. Shu holida dushman joylashgan hududni yakson qilish bo'yicha o'z komandiriga nishon ko'rsatmasi berishga ulgurgan. Uning ko'rsatmalari bilan jangarilar guruhi yakson etilgan. Dushman tomonidan uzilgan ikkinchi o'q Elomon ahvolini og'irlashtirish oqibatida qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq Jasorat medali hamda bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. U yashagan mahalladagi ko'cha nomi ham Mard o'g'lon sharafiga El Omon ko'chasi deb nomlangan. U o'qigan 2-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida qahramonning suratlari, unga tegishli buyumlar o'rin olgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.